Assalomu alaykum. Bu bino 2022-yilda tashkil etilgan kutubxonamiz orqa tarafi va qarshingizdagi bino esa joriy 2025-yilda qurilishi boshlangan binoyimiz, ya'ni elektron kutubxona hisoblanadi. Bu bilimxona sifatida qayta tashkil etilyapti Ipoteka bank hamkorligida. Ya'ni bizni eski kutubxonamiz va bu bino birlashib alohida, ya'ni shu yerda kutubxona bilimxona sifatida faoliyatini davom ettiradi. Va sizga hozir ushbu kutubxona 2025-yil 7-noyabrda qaytadan tashkil etildi va ochilishi o'tkazildi. Videoda to'liq ko'rishingiz mumkin. To'lqin titrog'idir, tinglang hikmat so'ylayotgan azim chinor yaprog'idir. Moziylardan sado bergan to'lqin titrog'idir. Bu Temurbek tug'yonidir, Temur Malikning ohidir, To'marisning surog'idir, Hamshiroqning nigohidir. Belni bog'lar chog'idir bu, o'zli chog'lar chog'idir. Ko'kka boqsang bebi xonim, surati ko'z oldida, yerga boqsang saylik, turbati ko'z oldida, kunga boqsang Boburining shiddati ko'z oldida, oyga boqsang yuzlarida orzu umidlar dog'idir. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor, beshigingda To'maris, har uyda Boburing bor. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor, beshigingda To'maris, har uyda Boburing bor. Deganda oy to'lar, toychoqlaring ham toy bo'lar, maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. 15 deganda oy to'lar, toychoqlaring ham toy bo'lar, maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. Jilg'a uyg'onsa agar 15 deguncha soy bo'lar, senga kuch bergan bobolar hoki tuprog'idir. Belni bog'lash chog'idir bu, o'zni chog'lash chog'idir.